Qizig'i, odamzod salgina og'rib qolsa, dard cheksa, darhol onasini eslaydi. Hech bo'lmasa, "Oh, onajon" deb qo'yadi. Nega shunday? Axir onalarning hammasi ham shifokor emas-ku. Otasini, aka-ukasini, opa-singlisini, hatto turmush o'rtog'ini ham emas, aynan onasini eslaydi. Chaqiradi. Aytishlaricha, ayol kishi dard tutganida ham ona deb chaqirar ekan. Garchi onasi uzoqlarda bo'lsa-da, kela olmasligini sezsa-da, ozroq mazamiz qochib, ko'nglimizga qil sig'may qolsa, onamizga qo'ng'iroq qilamiz. Onajon, mazam yo'q. Onamiz esa odati bo'yicha vaqtida oldini olmagan ishlarimizni, yupun kiyinganimiz, vaqtida ovqatlanmaganimiz va hokazo shularni aytib qo'ydi, tergaydi. Go'shakni qo'yamiz-da, negadir yengil tortamiz. 10 ta dori berolmagan davoni onaning bir lahzalik kuyinishi, qayg'urishi mehr beradi goho. Xo'sh, nega shunday?